Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kirmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan. Bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan? Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi. Birodalar, ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqqa qatnayman. Ertadan